Turon shonimiz, Turkiston sharafimiz, O'zbekiston jonimiz. Omonmisizlar. Akar ortida bo'lib o'tayotgan futbol spektakli o'zining birinchi tur bahslarini nihoyasiga yetkazdi. Bugundan boshlab ikkinchi tur bahslariga start berildi. Ikkinchi tur bahslari ham ajoyib tarzda boshlanib olindi. Ikkinchi turga dastlab Chexiya va Janubiy Afrika terma jamoalari o'rtasidagi bahs bilan boshlandi. Bu o'yinda aytib o'tish kerakki, Yevropa vakillari qora qit'a vakillari bilan durangga imzo chekishdi. Undan keyingi bahs Shveysariya va Bosniya va Gersegovina o'rtasidagi bahs shveysariyaliklarning mutlaq ustunligi ortida bo'ldi. 4-1 hisobda Shveysariya g'alabaga erishdi. Undan keyingi 3-bahsga to'xtalib o'tamiz. Aytish kerakki, ikkinchi turda Osiyo vakillari sal omadsiz boshladi. Dastlab Qatar mezbon vakillari Kanada bilan maydonga tushdi. O'yin 6-0 hisobida kanadaliklarning g'alabasi bilan yakunlandi. O'yin davomida Qatar terma jamoasi o'yinchilarining ikkita vakiliga qizil kartochka ko'rsatildi. Baribir ham lekin Qatar terma jamoasining o'yini chiqmadi qandaydir. Uchinchi o'yindan keyin nihoyat 4-o'yin boshlandi. Bu o'yinda Janubiy Koreya terma jamoasi, Osiyoning yana bir vakili, yana bir mezbon vakil Meksika terma jamoasi bilan bahsga kirishdi. Qiziqarli o'tgan bahsda Meksika terma jamoasi koreyalik darvozabon va himoyachilar o'rtasidagi ozgina tushunmovchilikdan foydalanib qolib, hisobni ochdi va o'yin 1-0 hisobida yakuniga yetdi. Meksikaliklar muddatdan oldin keyingi bosqichga yo'l oldi. Shu bilan ikkinchi turning dastlabki 4 ta o'yini bo'lib o'tdi. Bugun 19-20 kunlariga mo'ljallangan o'yinlar quyidagilar. Demak, Amerika Qo'shma Shtatlari Toshkent vaqti bilan 23:59 da Avstraliya ikkalasi birgalikda o'ynaydi. Toshkent vaqti bilan 3:00 da tunda, ya'ni oqshomda Shotlandiya va Marokash o'rtasidagi bahsni kuzatishimiz mumkin. Toshkent vaqti bilan 5:30 da tong saharda Braziliya va Gaiti o'rtasidagi bahsni ham ko'rishimiz mumkin. Ertalab soat 8 da bo'lsa, qardosh xalqimiz Turkiya Jumhuriyati vakillari Paragvay terma jamoasi bilan bahsga kirishadi. Biz bu bahsda Turkiya Jumhuriyatiga omad tilaymiz. Turklar g'alabali onlarini boshlab beradi va turk xalqlari o'rtasidagi g'alabali kunlar ham mundialda bugundan boshlab xudo xolasa boshlanadi. Barcha turkiy xalqlar, turkiy ellar, turkiy elatlar hammamiz O'zbekiston va Turkiyaga muxlislik qilmoqdamiz va ularni qo'llab-quvvatlaymiz. Barchaga omad tilagan holda keyingi turlarda uchrashguncha